Uyghurlar Özini Saqlap Qalalamdu Ijtima'iy Darwinizmliq Nuqtisidin Uyghurlargha Nezer Aptori Erkin Sidiq 2017 yıl 22 dekabr Keyinki qismi 3. Doktor Yasir Qazning niqab haqida aytganlari. Mening tövəndə deydiganlarım musulmon ayollarning niqablanishi bilan bir az münasibətlik. Şunlaşqa men bu yerdə shu ishlar ustida qisqacha to'xtalaman. Men oldi bilan doktor Yasir Qazning niqablanish haqida deganlarini qisqacha bayon qilib o'taman. Yasir Qazi bir sheyx, imam va islom aqidashunosi bo'lg'achqa, mening tushunishimcha, u fatvo chiqarish salohiyatiga ega. Tövəndikisi uning niqab haqida aytganlari. Niqab haqidagi talash tartishlar sahoba davrida boshlangan. Ya'ni sahobalarning ba'zilari ayollarning niqablanishini farz yoki majburiy ish degan bo'lsa, yana ba'zilari uni farz emas degan. Shunlashqa bu ishqa qanday qarash har bir odamning o'ziga bog'liq. Men o'zim niqablanish majburiy emas deb qarayman. Agar qiz ayollar hijoblanib bo'sh kiyim kiysila, niqablanmasimi bo'laverdi. Bo'libmi hozirgidek bir xil vaziyat ostida men niqablanishni texmo majburiy deb qaramayman. Agar niqablanib yurishni istaydiganlar bo'lsa, men ularni qo'llayman. Bo'libmi niqablanish jihatda qonuniy huquqqa ega ayollar niqablanib yursa bo'laverdi. Undaq ahvolda biz ularning qonuniy huquqini qo'llaymiz. Ammo siz mening oldimga meni bir sheyx hisoblab maslahat olg'ili keladigansiz, mening deydiganim niqablanish bir majburiyat emas. Agar siz niqablanmaydigansiz, Allohning oldida gunohkor bo'lib qolmaysiz. 4. Uyg'urlar qanday qilish kerak? Har qatim o'zimdan Uyg'urlar o'zini saqlab qolishga layoqatlikmi degan savolni so'raganda qattiq tinib, uzun xiyol surib o'ltirib qolaman. Gapni nadan boshlashni bilolmay, og'rinadiganga odam topolmay qolaman. Tarixda nurg'un ishlarni xato qildik. Ajdodlarimiz buningdan taxminan 5,5 asrning oldida O'rta Osiyoga hukmronlik qilish o'rnidan chekinishga boshlab, eng oxiri bugungi avlodlar hozirgidek bir ahvolning ichiga kirib qoldik. 5,5 asrdan burungi davrdan hozirgacha yashagan ajdodlarimiz va ota-bobolarimiz kuchlik odamlar qatoridan o'rin ololmadi. Aqlli odamlar qatoridanmi o'rin ololmadi. Faqat ojiz va döt insonlar qatoridan o'rin elish yo'lida tövanga qarab ketaverdi. Shunlashqa biz bugungi kunga qoldik. Buningdan 30 yillar ilgari vatanimizda ko'ch supuradigan tozliq ishchilari ichida Uyg'urlar yo'q edi. Hozir vatanimizda ko'ch supuradigan tozliq ishchilari ichida Uyg'urlardan boshqasi yo'q. Aqlliq dötni qul qiladi degan mana shundoq bo'ladi. Hozir Uyg'ur diyorida haqsiz salomatlik tekshirish elib berish bahonasi bilan barliq Uyg'urlarning DNA'siga oid uchurlari kompyuter sonliq skladlariga kirgizilyotdi.
Bu iş faqat Uyghurlar ustidilla elib berilyapti. O yerdagi hukumatning bundaq qilishdagi maqsadi haqida hozir har xil farazlar bor. Uning ba'zilari intayin qo'rqinchli, andishlik farazlar. Biologiyalik tajriba, biologiyalik o'zgartish, odam go'shi uchur isklati va biologiyalik irqiy tozalash degandek so'zlarni o'z ichiga oladi. Agar ashundaq farazlar rost bo'lib chiqsa, Uyg'urlar kuchliklar ojizlarni yeydi degan nazariyagami mos kelib qolgan bo'ladi. Bugungi ahvol yana qandaq ahvollarni o'z ichiga oladi? U yurtdagi ota-onamiz va qarindoshlarimiz bilan telefondami ko'risholmaydigan ahvolni o'z ichiga oladi. U yurtimizning mahallalardagi uylar quruq, uylar odamsiz. Odamlarning nega ketganini hech kim bilmaydigan, odamlar tuyuqsiz yo'qab ketadigan, yo'qab ketganlarning hozir hayot ekanligi yoki emasligini hech kim bilmaydigan ahvolni o'z ichiga oladi. U chet elda o'qiyotgan ba'zi o'quvchilar yurtdagi ota-onasining xabarini 7-8 oy ololmay, uydan keladigan va maktabga to'laydigan pul uzilib qilib, shuning bilan ro'yi kasal bo'lish girdoviga berib qilish ahvolini o'z ichiga oladi. Agar biz burunqilarga bo'lgan noroziligimizni to'liq yezib chiqadigan bo'lsak, u bir qancha tom bo'lishi mumkin. Hozir chet eldagi Uyg'urlarni ularning yashash usuliga qarab turib, cho'ng jihatdan mundaq bir qancha kategoriyalarga bo'lgili bo'ladi. Haqiqiy Uyg'urlar, dasturxon Uyg'urlari, Uyg'ur musulmonlar, o'zlarini musulmon deb atab olgan, ammo Qur'on bo'yicha ish ko'rmaydigan kishilar. Yuqoridagi o'xshamagan gruppalar o'qirmanlarga asosan tanishliq bo'lib, ancha tanishliq emaslarning biri dasturxon Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Bu gruppadagi Uyg'urlar odatda o'zlarini ancha Uyg'ur deb hisoblab ketmaydi. Ba'zilari ish o'rindagilarga o'zining Uyg'ur ekanligini oshkorlamaydi. Normal ahvolda atrofdagi Uyg'urlar bilan ancha aralashib ketmaydi. Uyg'urlar uchun iyani to'plashga o'xshash ishlarga zodila ovoz qo'shmaydi. Ammo Nezer, to'y, erlar o'ltirishi va yoki ayollar o'ltirishi degandek so'rinlardan asosan ayrilib qolmaydi. Ya'ni ular faqat dasturxon bar yerda Uyg'ur bo'lib yashab, boshqa joy va boshqa vaqtlarda ancha undaq qilib ketmaydi. Bir oz tushuncha berib qo'yishga tegishlik yana bir gruppa o'zlarini musulmon deb atab olgan, ammo Qur'on bo'yicha ish ko'rmaydigan kishilar. Bular boshqa Uyg'urlar va boshqa musulmonlardan o'zini ayrim tutib yashaydigan kishilarni o'z ichiga oladi. Dindorligi kuchlik emas. Uyg'urlar bilan qat'iy aralashmaydiganlarni o'z ichiga oladi. Boshqalarning musulmonlik salohiyati va darajasini faqat hijob bilan o'lchaydigan kishilarni o'z ichiga oladi. Ayollar faqat ko'zili ochiq, qora rangli niqob bilan niqoblanib olganlarni o'z ichiga oladi. Hamda Suriyaga berib, islom davlati yoki Daesh jangchilariga aylangan Uyg'urlarning bir qismini o'z ichiga oladi. Ya'ni mening tushunishimcha, ularning ichida cho'ng suiqasd sababidan va oldinib qolganlikdan berib qolganlarmi oz emas. Bu gruppadagi Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlar uchun bir qism ziyonli ahvolni paydo qilyapti, bir qism tahdid
va xatarni paydo qilyapti. Yaqında mən ijtimoiy taratqularda Turkiyadagi faqat ko'zili ochiq, qora ranglik niqob bilan niqoblanib olgan xonim qizlar elib borgan ikki ish ustidagi xabarni ko'rib qoldim. Onun biri WhatsApp to'plariga chiqarilgan bir qisqa video bo'lib, uningda 10 necha nafar qora niqobliq yosh xonim singillar Uyg'urcha Awazda o'pcha o'llik so'zlab, o'zlarining Uyg'ur vataniga bo'lgan muhabbatini bildirdi. Ikkinchisi bo'lsa, qora rangda niqoblanib olgan hamda bir qanchadan bola agashtirib olgan Uyg'ur onalari Turkiyadagi ma'lum bir hukumat ishxonasiga berib, Uyg'ur uchun dard to'kkan va Uyg'ur uchun yordam so'ragan ahvol. Bu xabarga oid konkret ishlar mening esimda qolmabdi. Allah'ның dini uchun bütün kun xizmat qiladigan biror masjidning imomiga o'xshash kasbiy diniy xodimlardan boshqalar uchun diniy ibodat degan faqat o'z turmushining ichida ilib boradigan, faqat o'zi bilan Alloh o'ttirsidagi bir faoliyat bo'lib, siz o'z turmushingizda qandoq kiyinsangiz va qandoq ibodatlar bilan shug'ullansangiz bo'laverdi. Ammo Uyg'urlarning vakili bo'lib, o'z turmushingizning sirtiga chiqqanda hamda Uyg'urlarning vakili bo'lib olib YouTube videosi ishlaganda bo'lsa, siz cho'qim Uyg'urdek kiyinishingiz hamda gap so'z va yurish turishda Uyg'urdek bo'lishingiz kerak. Unda qilolmaydi ekansiz, qilgan ishingiz Uyg'urlarga foyda elib kelmayli qolmasdan, aksicha ziyon elib kelishi mumkin. Uyg'urlar musulmon bo'lib yashab kelgili 11 asrdak vaqt bo'ldi. Shundaq bo'lib turuqliq toki yaqingacha Uyg'ur xonim qizlarining simvollik kiyimi atlas ko'nglak bilan bodam do'ppi edi. Hozir chet elda yashayotgan bir qism xonim qizlarning kiyinishi Uyg'ur an'anasi bilan Uyg'ur urf-odatiga zodil mos kelmaydi. Yuqorida tilga ilingan qora ranglik niqob bo'lsa, Uyg'urlarga mos kelish u yoqda tursin. Hozirgi davrda ko'plagan kishilar tarafidan oshqun musulmonlik deb qaraladi. Mening mavhum diniy ustozlarim Noman Alixon bilan doktor Yasir Qozi apandilarning deyishicha, Allah va Payg'ambar alayhissalom musulmonlardan talab qilgan xeyli ko'p ishlar bor bo'lib, mo'yimliq darajasi bo'yicha qaraganda musulmonlarning qandoq kiyinishi va niqoblanish, niqoblanmasligi shu ishlarning eng oxirida turdi ekan. Ya'ni chet eldagi Uyg'urlar orasida islomda mo'yimliqda eng orqada turadigan ishni mo'yimliqda eng oldingi o'ringa qo'yib olvatgan. Hadisila bir odamning sirtqi ko'rinishiga qarabla uningga har xil baholarni berayotgan ahvollar bor. Bir er kishi 30 minutlik vaqt ichida bir ayol kishidek yasnib bo'la oladi. Bir ayol kishimi 30 minutlik vaqt ichida bir er kishidek yasnib bo'la oladi. Ya'ni bir odam uchun o'zining sirtqi ko'rinishini o'zgartirish intayin oson ish. Meningcha buni Alloh nihoyat yaxshi biladi. Ammo bir odam uchun ichida haqiqiy musulmon bo'lish, ichida yaxshi musulmon bo'lish unchavala oson ish emas. Biz boshqa odamning ichki dunyosini ko'ra olmaymiz. Ammo Allah ko'ralaydi. Hamda Allah musulmonlarni sirtqi ko'rinishiga qarab emas, balki ichki dunyosiga qarab baholaydi. Men chet eldagi
diniy ulamo va diniy ziyolilarimizdan xalqimizni dinda to'g'ri yetaklash jihatda eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatishini umid qilaman. Bizning yashash usulimiz dinimizga mos kelsin. Shuning bilan birga o'zimizni va Uyg'urni qo'g'dab qelish, o'zimizni va Uyg'urni saqlab qelishqimi foydali bo'lsin. Hargizmo o'zimizni va Uyg'urni qo'g'dab qelish, o'zimizni va Uyg'urni saqlab qelishqa ziyonli bo'lmasin. Yaqında men Afg'onistonlik qizlar haqida 2 xabar ko'rdim. Uning biri Afg'onistonda qurilgan bir qizlar musiqa atirti haqida. Yana biri bo'lsa Amerikaga bir mashina odam, ya'ni robot ko'rgi yoki mashina odam musobaqasiga kelgan bir guruhpa Afg'onistonlik qizlar haqida. Ularning kiyinishi Uyg'ur xonim qizlarining 1970 va 1980 yillardagi kiyinishlariga nihoyatda o'xshab ketadi ekan. Men aşı xabarlarni ko'rganda Afg'onistonliklarda nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'lishga boshlagan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Hamda ularda bo'layotgan o'zgarish chet eldagi bir qism Uyg'urlar yasavatgan o'zgarishning qarama-qarshisi ekan deb tushundim. Chet eldagi Uyg'urlarning ko'pinchisi o'qish bilan chiqqan bo'lib, uningdan boshqa tuqqan yo'qlash va sayohat qilish bilan chiqib, ondan chet elda turib qolganlarmi oz emas. Buningdan boshqa yo'llar bilan chiqqanlarmi bor. Chet elga chiqqan Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi mening millatim Uyg'ur deb turib, chet elda turish salohiyatiga erishgan. Ya'ni chet el hukumatlari ularga Uyg'urkan deb o'z davlatida panohlik bergan. Bir qism qarindoshlar mana shunday yo'l bilan chet elda panohlik tilab turib qolmay, yana o'zlari turayotgan davlatning paravallik sistemalaridan iqtisodiy yordamga erishyotdi. Hozirgi muhim bir masala. Siz men Uyg'ur deb chet elning panohligiga erishib olib, ondan qandaq odam bo'lib yashayapsiz degandan iborat. Agar siz buningdan keyin men Uyg'ur deb yashaydikansiz hamda amaliyotda o'zingiz turayotgan davlatning qonuniga bo'ysunib bir haqiqiy Uyg'urdek yashaydikansiz, meningcha sizning buningdan keyingi chet elda yashash salohiyatingiz asosan biror tahdidga uchramasligi mumkin. Agar siz biror arab davlatida, Turkiyada yoki Yevropada bo'lib, ham o'zingizni men Uyg'ur deb hisoblamaydigan hamda Uyg'urdek yashamay, uning aksicha diniy oshqullardek yashaydikansiz, sizning buningdan keyin davomli turda ashu davlatda turishingiz bir oz tahdidga, hatto xatarga uchrashi mumkin. Ya'ni sizning tutgan yashash yo'lingiz o'zingizni chet elda saqlab qolishga mos kelmay qolishi mumkin. 1901 tug'ilib, Uyg'ur yangi ma'rifining bayroqdori bo'lgan Mamtili To'piq apandi yangi ma'rif hech qanday qarshi ilinmaydigan bir xil vaziyatda o'z hayotining og'ir xatar ichida qolishiga qaramay 1930-yillari Atishda fanniy ma'rif maktablarini qurgan. 85 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda bir qism qarindoshlarimiz Turkiyada hech qanday fanniy bilimlarni o'tmaydigan, faqat Qur'onni o'rgatadigan madrasalarni qurib, sabiylarimizni o'qitmoqda.
Әгәр сіз ашу мәдрисләрне құрған болсыңыз, яки ашындақ мәдрисләрдә балларыңызны оқытып атқан болсыңыз, 85 yil кейніңізге қайтып неміш қылмақчы? Сіз тәрбиелеген бала чоң болғанда немі болмақчы? Қандақ яшымақчы? Сіз мәмтілі Төвпіқ әпәндінің қені немішқі төкілгенлікіні білемсіз? Әгәр әмі ұйғыр сіздәк қылыдған болса, ұйғырлар яшашқа лаяқатлік бола алмайды. Uyghurlar özini saqlap qilishqa layoqatlik bo'la olmaydi. Shuning bilan yoki Uyg'urlar kuchliklar tarafidan yeyiladi, yoki bo'lmasa aqlliqlar tarafidan qul qilinadi. Özimiz yaşayotgan davlat ma'rifida balalarimizning bilimlik va tarbiyalik bo'lib tarbiyalanib chiqish uchun 10 yaşdan tüvən ballarımızın şu dövlət tilini puxta öyrənişi və məktəblərdə yaxşı oxuşu üçün barlıq şəraitlarını hazırlab berişimiz lazım. 10 yaşdan burunqı tərbiyənin qandaq bolışı, ularning keyinki oquşlarının qandaq bolışıda həll qılğuç rol oynaydı. Ondan başqa milliy kimlikka varislik qildirish uchun ana tilimizni puxta o'rgatishimiz va erinmasdan kimlik tarbiyasi elib berishimiz lozim. Dinimizning esil axloq uqumlari bilan turishliq davlatlarning ilg'or axloq o'lchamlarini birlashtirgan holda tarbiyalashni asos qilish, ularda esil axloq va yaxshi kishilik xarakterni yetildirishning kapolati. 10 yoshdan tuvan bolalarga Qur'on o'rgatish, asosan arab tili o'rgatish va oyat yodlatishdan boshlansa bo'ladi. 10 yoshdan tuvan bolalar oyatlarni to'liq tushunib ketolmagachga, ularning Qur'onni tushunib turib o'rganalishi va shu asosda uning qimmatini to'nib yetalishi tuvan bo'ladi. 10 yoshdan tuvan bolalardan yuqoridagi 4 ishni qilishni talab qilish bilan birga, yana arab tili o'rganish va oyatlarni yodlashni talab qilsak, ko'pincha bolalar bu 5 ishni birga elib mangolmaydi. Şunlaşqa mening tavsiyam bu 5-chi ishni balangiz 10 yoshdan oshganda boshlasangizmi kechikmaysiz. Har bir ota-onaning taklifimni astoydil o'ylanib ish ko'rishini umid qilaman. 1930-yillardan 1940-yillargacha natsistlarning Germaniyada qandaq ishlarni qilganligi hammamizga ayon. Shu chog'dagi cho'ng qirg'inchilikda 11 million odam o'lgan bo'lib, buning ichida 6 million Yahudi va 5 million boshqa millatlar bor edi. Natsistlar o'zlari yoqtirmagan oz sonliq millatlarning hammasini yo'qotish nishoni qilgan. Bu 11 million odamni o'ldirishga 3 yil vaqt ketgan bo'lsa-mu, ammo uningga tayyorlik qilish uchun ashu 3 yildan burun 10 yildak vaqt sarf qilgan. Ashundaq cho'ng ishlarni amalga oshirish uchun siz oldi bilan so'z bilan qudratqullik qilmasangiz va tashviqot elib bormasangiz bo'lmaydi. Ayni vaqtda Germaniyada elib berilgan keng va unumli tashviqotlarning natijasida 1-2 German askari bir German qo'shnisining uyiga kirib, ashu qo'shna uyda o'ltiradigan Yahudilarning hammasini qirvatsa, bu German eski irq kishilardan bir qanchisini o'ldirdi deb qilch parvo qilmaydigan ahvol shakllangan. Buningdan 30 yillar burungi vaqtdan boshlab Uyg'urlar Jungoda O'g'ri va Meynat deb tashviq qilinishga boshladi.
Onundan keyin Uyghurlarga kiygizilgan qalpaqlarning soni tadrijiy holda ko'paytirildi. Ularning ichida döt, qaloq, oq chekadiganlar, oq sotadiganlar, bölgünchilar, diniy oshqullar, radikal islomchilar, terroristlar, ikki yuzlamachilar va islom xalifa davlati terroristchilari deganlar bor. 5-iyul Urumchi vaqasidan keyin hukumat Uyg'urlarning qaysi darajadagi nachar millat ekanligi haqida maxsus video programmalarni ishlab chiqib, uni butun Jungo doirasida keng turda ko'rsatdi. Men buningdan birer yil burun ichkiri o'lkaning bir cho'ng shahrining odam ko'p mangdigan bir ko'chasida bir qancha Xitoylarning bir kichik Uyg'ur balini necha tarafdan qattiq urayotganligi. Ko'chada ketayotgan kishilar bo'lsa, bu voqeaga o'g'lishib olib, tomosha ko'rib turganligi haqidagi bir videoni ko'rdim. Mana bu hukumat tashviqotining kuchi. Bu tashviqotlar mohiyat jihatdan ayni vaqtda Germanlar Yahudilar ustidan elib borgan tashviqotlarga naqadar o'xshab ketadi, ha? Yaqinqi bir qancha yil mobaynida vatanimizda, xalqimizning beshida intayin echinishliq, inson qalbidan chiqqan ishlar yuz berdi. Ammo Uyg'urlar Jungo ichi va sirtida bir nachar irq millati bo'lib tushundirilib bo'lg'achqa, Jungodagi xanzular bilan dunyoning boshqa yerdagi kishilar hozir asosiy jihatdan Uyg'urlar ko'rayotgan zulmga hech qanday norozilik bildirmay sukut turibdi. Ya'ni hozir ma'lum ma'nodan ilib aytganda Uyg'urlarni yo'qotib etishning shart-sharoiti pishib yetilib bo'ldi. Shunlashqa buningdan keyin qandaq yashash masalasida biz chet eldagi Uyg'urlar intayin qattiq o'ylanishimiz kerak. O'tganda Misr hukumati u davlatda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni tutib, Xitoyga qaytarib bermoqchi bo'lganda, bir qism o'quvchilar nurg'un mushaqqatlarni o'z beshidan kechirib, Turkiyaga qochib kelib, o'zini qutuldirib oldi. O'zini qutuldirib ololmagan bir qism yoshlar g'oyib bo'ldi. Yaqinda Erkin Asiya radiosi vatanga qaytib borgan ashundaq o'quvchilardan ikkisining turmada o'lganlik xabarini berdi. Misrda bo'lgan voqea dunyoning hamma yerdagi Uyg'urlarni cho'nqur andisha va vahimaga soldi. Agar siz Uyg'urdek yashamay, bir kuni Turkiya va Yevropami Uyg'urlarni haydagili tursa, siz nega borsiz? Biz cho'qim oldi bilan o'zimizni hozir yashayotgan davlatimizda saqlab turishga mos keladigan yo'l bilan yashab, o'zimizni qo'g'dab qilishimiz, ondan vatandagilar qilish imkoniyatidan ayrilgan bir qism ishlarni qilib, Uyg'ur millatini saqlab qilish uchun mo'yim to'kpilarni qo'shishimiz kerak. Barliq qarindoshlardan bu ish ustida cho'nqur o'ylanib, ish ko'rishini umid qilaman. Tushunishimcha, Allah iymon etib musulmon bo'lganlarga o'ziga qanchalik ibodat qilsa yetarlik bo'ladiganligi haqida bir manzil belgilab bermagan, bir o'lcham belgilab bermagan, bir nishon belgilab bermagan. Uning o'rniga Allah barliq musulmonlarni ibodat ishida faqat yo'lga chiqib, o'zining qobiliyati va imkoniyati yor bergan doira ichida oldiga qarab to'xtamay mengishga undigan. Allah Qur'onda jannatga layoqatli bo'lishning shartlarini aniq o'ttirg'i qo'ymagan.
mavu ishlarni qilsang jannatga kirsan demagan. Uning o'rniga musulmonlar uchun jannatning eshigini cho'ng ichivatgan hamda Allah Qur'onda qanday gunohlarni o'tkazsa do'zaxga kirdiganlik haqida ko'p to'xtalgan. Siz balangizni obdan tarbiyalab bir yaxshi musulmon qiling. Ammo undaq qilishni balangizni aqlli qilib, beqib cho'ng qilish o'rniga dasatmang. Balangizni obdan tarbiyalab yaxshi musulmon qiling. Ammo undaq qilishni balangizni eng yuqori palligacha yaxshi o'qitib, kuchli odam qilib tarbiyalab yetildirishning o'rniga dasitib olmang. Agar dunyo hozirgidek yomonga o'zgarib mengayverdikan, ma'lum bir vaqtga kelganda Turkiya va Yevropa ellari sizni Uyg'ur bo'lganligingiz uchun u yerlardan haydamaydi. Balki ma'lum bir vaqtga kelganda sizni u yerlardan oshqun musulmonlar deganga o'xshash biror qalpoqni kiydirib haydish mumkin. Shuning bilan siz kuchliklar ojizlarni yeydi degan prinsipga to'g'ri kelib qolasiz. Yoki bo'lmasa, siz ota-bobolarimizga o'xshashla aqlliqlar do'tlarni qul qiladi degan nazariyaga mos kelib qolasiz. Amerika grajdani bo'lganimga 15 yildan oshdi. Hozirmi Amerikada yashayapman. Shunlashqa o'zimning haydilib qilishimdan asosan ansirmayman. Ammo Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarning haydilishi va Pokistondagi Uyg'ur o'quvchilarning tutilishiga o'xshash voqealardan keyin men arab davlatlaridagi, Yevropadagi va Turkiyadagi Uyg'urlardan nihoyat ansiraydigan bo'lib qoldim. Shunlashqa mushundaq yozmalarni yezib o'ltirmoqdaman. Burunqi maqolalarimda Uyg'urlarning o'z e'tiqodini, o'zining diniy kimligini yoki o'zining musulmonligini saqlab qolishning intayin muhimligini ta'kidlab keldim. Hozirmi va buningdan keyinmi ta'kidlayman. Hozir Uyg'urlarni saqlab qolishda Uyg'urlarning dini, Uyg'urlarning tili va Uyg'urlarning madaniyati shundaqla örp odat qatorliqlarning hammasi intayin muhim o'rinda turdi. Lekin chet eldagi Uyg'urlar o'zining diniy e'tiqodi va diniy ibodatini sirtda bak kuchab namoyon qilmay, faqat o'zlarining xususiy turmushlarida davomlashtirib mang'ini. Sirtqi nisbatan o'zlarining milliy kimligini yoki Uyg'urligini barliq kuchi bilan namoyon qilg'ini o'zlari uchun nihoyatmi foydali deb qarayman. Oldingi leksiyamda balangizni to'g'ri tarbiyalang degan temada so'zlab, bola tarbiyasida kam bo'lsa bo'lmaydigan 5 ishni o'ttirg'a qo'ygan edim. O 5 ishni mazkur maqoladimi qisqacha tilga oldim. Har bir ota-onalardan ashu mazmunlarni nihoyat yaxshi o'zlashtirib, shu asosda bolalarni aqlli va kuchli qilib tarbiyalash yo'lida barliq tirishchanliklarni ko'rsatishini umid qilaman. Shundaqla chet eldagi barliq qarindoshlardan ishni to'g'ri qilib, hamda to'g'ri ishlarni tanlab qilib, o'zlarini kuchlantirishda bir baldoq yoki bir qancha baldoq yuqoriga o'rilishini umid qilaman. Tugidi. 2017 yil 22 dekabr